Bu Dongfeng 008. Original aytilishi bo'lsa Dongfeng. Mashina 2024-yil Xitoyda ishlab chiqarilgan. Ushbu mashina ikki xil turda ishlab chiqarilgan. Bittasi to'liq tokda yursa, yana bittasi gibrid. Faqat Xitoyda birinchi bitta mashina chiqib, ketidan xuddi o'sha mashina chiqadi, faqat nomi boshqacha bo'ladi. Tushungansizmi? Ushbu mashina eng tezi 180 km/soat tezligiga yuradi. Lekin negadir o'zbekchaga Dongfengni tarjima qilganda sharqona shamol yoki sharqiy shamolni anglatadi. Toshkentda bo'lsa changaralash sharqiy shamol bo'ladi. Bu mashinaning logotipida ikkita bir-birini qo'ylayotgan qaldirg'ochlar aks etgan. Aytishlari bo'yicha bularning ikkalovi ham o'g'il bola ekan. Dongfeng haydaydiganlarni bo'yi baland bo'lishi shart, chunki bagajni yopishga hammani ham bo'yi yeturmaydi. Aynan mana monitor nasrinasiga qarab xolagan payti qotib qolishi mumkin. Aynan 3-qator o'rindiqlarida faqat ikkala oyog'i yo'q odam mazza qilib o'tirib keta oladi. Oyoq yurmaydigan emas u. Insof bersin sizga ham o'zi. Qulaylik, massaj, notebook qo'yadiganlar hammasi faqat masa o'rindiqda. Men bu o'rindiqda o'tiradiganlarga motivatsiya bor. Agar siz bu mashinani gibrid versiyasini haydaydigan bo'lsangiz, bыстрый zaryadkaga umuman qo'ya olmaysiz, chunki u yo'q. Bu mashinani qulay taraflari ham bor. Misol uchun, agar salonning ichida kimdir qo'yib yuboradigan bo'lsa, mashina avtomatik salon havosini o'zi tozalab beradi. Освежителлari bo'lsa chiqayotgan havo bilan birga qo'shilishib o'zi chiqadi. Mashinaning yana bitta yaxshi taraflaridan bittasi suvlarni solib qo'yishga hamda xolodilnigi ham bor. Lekin 0,7 butilka sig'mas ekan, xursand bo'lmanglar. Shu bilan obzorimiz tugadi o'rtoqlar. Agar shu videomiz 50 mingta like yig'adigan bo'lsa, keyingi obzorimiz Yangiobod bozor bo'ladi. Prikolnida.